hoji otalarimizga elektromobilda zo'rini to'yib qo'ydim. Ya'ni bundan bitta oladigan bo'lsangiz, masjidlarga mazza qilib olib kelsangiz bo'ladi. Yoki maktabga, bog'chalarga nevaralarni solib qo'yib, bemalol olib borib kelsangiz bo'ladi. Puli ko'p apalarimiz ham bo'ladi. Mana bordavoy svet, ya'ni qizilidan to'yib qo'ydim. Bu xullas bemalol libboy odam minsa bo'ladi. Ya'ni zo'ridan bo'ladi. Ko'ryapsizlar, chorniy svetdagisi buni bitta zaryad bilan 120 km harakatlanadi. Salonlarni ko'rsatib qo'yamiz. Salonlari ham juda ham zo'r, chiroyligina ishlangan ekan. O'tiradigan bo'lsalar, yana keyingina bu elektrda harakatlanadi. Tablolari ham zo'r, rollari ham multirol, ana betlari ham juda ham zo'r qilingan. Ya'ni maytafonlari ham bor ekan. Yozil kunida isib ketmasligi uchun mana bunday joyga luklarni ham qo'yib qo'ygan ekan. Uy sharoitida 220 voltda 5 soat, 6 soatda to'liq zaryad oladi. Do'stlar, 120 km harakatlanadi. Ballonlari ham zo'r, saka diskali bo'ladi. Hadoylari ham juda ham yumshoqqina bo'ladi. Buni ko'ryapsizlar, zo'ridan bo'ladi. Kimgadir mana shunday elektromobillar kerak bo'lsa, narxlari $2200 ga qilib beradi. So'mda 27 million so'm ekan. Kimgadir qiziq bo'lsa, Farg'ona viloyati Uchko'pir tumani zaminga yetib kelaverasizlar. Bu yerdan sotib olsalaring, dastlabkilarini ham qilib berar ekan. Sog' bo'linglar.